Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun sizlarga shunday bir yaxshi temani tanladim. Bu boshlanadi. Mana qaytanga qishda yaxshi chiqasan. Bahor kelishi bilan bilasizlar, kasallik, qaysi kasallik ko'payadi? Qaytanga bahor kelishi bilan allergiya kasalligi ko'payadi va bahorda ham qishdan holdan toyib chiqqanligi uchun, organizmga vitamin sirab chiqqani uchun bahorda shamollash ham, gripp ham ko'proq bo'ladi. Qaytanga qishdan ko'ra bahorda ko'proq bo'ladi va kuzda ko'p bo'ladi. Bilasiz bu narsani. Endi mana shu gripp, hozir yana boshqacha viruslar tarqalyapti, bilasizlar. Asosiy, masalan, koronavirusga o'xshab, asosiy mana shu viruslarga qarshi qanday kurash olib boramiz? Mana shu temani bugun sizlarga tushuntirmasam bo'lmaydi. Yana savol berdi bir odam, shu men juda ko'p shamollayveraman, doim grippman, doim burnim oqadi, juda bir oyda bir marta ham bo'laman degan bo'lyapti. Endi bu odamga aytmoqchimanki, bu sizniki, bu gripp emas. Bu allergiskiy rinit. Demak, sizda allergiskiy bu narsa. Agar ahamiyat bersangiz, shunda sizda 3-4 kunlab gripp 3-4 kun, 5-6 kun davom etishi mumkin. Bir kunda tuzaldi degani bu ko'proq allergiskiy rinitda. Yana uni anig'ini yana tekshirtirishingiz kerak. Demak, grippda hozirgi viruslarga qarshi nima qilamiz? Siz menga shu oson yo'llarini ayting degan odamga, demak, bugungi temam xren ildizi barcha virusdan himoya qiladi. Mana sizga tekin davo. Endi tekin puli ham, hozirgi narx-navoga nisbatan tekin-ku, to'g'rimi? Demak, xren ildizi o'zbekchasiga men otqilot deb tushundim. Xren, mana shu bodringni tuzlaganda uzun katta chapaloq bay boru, ana shu xren ildizi barcha viruslarni, barcha mikroblarni o'ldirar ekan. Uning uchun nima qilish kerak ekan? Mana shu gripp epidemiyada virus bormi, organizmda qanaqa virus bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu xrenni ildizini ko'laysiz. Ildizi xuddi sabziga o'xshar ekan. Qarang, ildizi. Ana shuni kovlab 5 ta olib, 5 ta olasiz, shundan ildizdan 5 tasini olasiz. Keyin mana shuni to'rkada ezasiz. Ana shuni o'zini, qarang, 5 tasini 3 litrlik bankaga solib, qaynoq suv solar ekansiz. Qaynoq 90 gradusli suv solar ekansiz. Va 2 qoshiq mana shunga iltimos qilaman. Asal haqida aniq ma'lumotlar berganman. Toza asal qanaqaligini bilib olgansizlar. Mana shu 2 qoshiq asal qo'shib, 2 osh qoshiqda deyilyapti. 2 soat o'rab, kuniga mana shuni 2-3 stakandan iching. Mana shu narsa sizni gripp va barcha viruslardan himoya qilar ekan. Yana nimalar qilamiz, opa? Grippda deyapti, darrov borib antibiotikdan men bitta narsani kuchli ta'sir qilishini men o'zimda bir isbot qilganman. Bir paytlar men antibiotiklar ichmasdim. Og'ir holga bo'lganda levofloxacin bor, 500 milligramlik. Mana shu levofloxacinni ichganman. Qolgan payt hech qachon dori ichmaganman. Har xil baroshatlar reklama qilayotgan. Kimgadir ta'sir qilayotgan bo'lsa, bosh ustiga ichishingiz mumkin. Endi eng zo'r narsa bunda qora sedana. Qora sedanani kapalanglar, sizni virusdan himoya qiladi. Birinchi, demak, xren to'g'risida aytdim. Endi nimalar qilish mumkin yana? Birinchidan, siz gavda og'irligida qarab suvni iching. Har doim ichmayotgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa gripp, mana shu virus tarqalganini eshitdingizmi, gavda og'irligiga qarab 30 millilitrga 1 kilo og'irlik iching. Ana shunda 50 kiloli odam bir kunda 1,5 litr, 70 kiloli 2 litr suv ichish kerak. Albatta, sezon boshlandimi, epidemiya qo'ni-qo'shnilarda tarqaldimi, maktabda tarqaldimi, soda nahoriga yarim choy qoshiq soda iching. Mana shunday qilib koronavirusdan chiqib ketganlar bor o'lmasdan. Albatta, xohlasangiz unga limon tomizing, xohlasangiz ozgina
nima deydi, unga asal qo'shishingiz mumkin. Lekin sodaga limon tomizib ichishingiz o'zi yetarli bo'ladi. Albatta yana nima qilasiz? Perks vodorod 3%, 3 mahal 10 tomchidan boshlandimi gripp, iching. Kutmang gripp sizni yuqishini, iching. Keyin albatta 4-5 qiladigan ishingiz to'g'ri dihanda kuniga 1 soat to'g'ri nafas oling. Mana boshlandi. Shuncha dangasalik qilib shuni qilmadingizmi? Mana shu bosh qiling. Ko'rasiz oyoqda shunaqangi energiya bilan o'tib ketishingizni. Agar yo'talan bo'lsa, oddiy mukaltin iching. Boshqa dorilarni ichmang. Yuqoridagi soda perksi o'zi 100% yo'talni davolaydi. O'pka sohasiga yana eng kerakli nasihatim sizga. Mana shu o'pka sohangizga chapillatib uring va tuzli bog'lam qo'ying. Tuzli bog'lamni qanaqa qo'yishni men sizlarga aytganman. Chapillatib uring, harakatga qilib keltiring, ko'krak qafasingizni harakat qildiringki, mana shu joyda limfa yursin, qon tomirlar yursin, qon bilan ta'minlanish yaxshilansin va tuzalish prosessi albatta tez ketadi. 3-4 kun ana shunda qarang, men tabiiy narsani so'radingiz, men tabiiy narsalarni aytay. 3-4 kun agar uyingizda xo'rozingiz bo'lsa, tovuqingiz bo'lsa, 3-4 kun xo'rozni sho'rva iching. Avval oyog'ingizni albatta issiqqina vanna qilishni unutmang. Issiq vanna qilish uchun soda solib, masalan 1-2 qoshiq soda, 1 qoshiq tuz, 2 qoshiq tuz solsangiz ham bo'ladi va masalan 3 litrcha suvga va unga 10 tomchi tomizib oyog'ingizni issiq vanna kechasida yotarda qiling. Bu ham sizga gripp epidemiyasida, ya'ni virus tarqalgan mahalda yordam beradi. Har kuni yotarda 1 stakan suvga 2 choy qoshiq asal solib ichishni unutmang. Asalli dori malham deyiladi buni. Bu choyga solsangiz bu asalli malham bo'lmaydi. Siz muzday suvga deyapti, lekin iliq holat. Har kuni yotarda 1 stakan iliq suvga 2 ta choy qoshiqda asalni solib aralashtiring, eritib oling, shu muzdayda kechroq eriydi. Ana shu sizga asalli malham bo'lib, sizni ertalabgacha davolaydi. Buni qilish mumkin-ku. Yana nima qilishingiz mumkin tabiiy narsalardan? Sutga yangi qo'chqor yog'ini eritib, mana shundan koronavirusdan omon qolganlar juda ko'p bo'lgan. Demak, sutga yangi sutga yangi qo'chqor yog'i eritgandan 1 qoshiq solib ich. Albatta sutingiz qaynoq bo'lsin. Shunda haligi erib ichib oling va natijasini kuting qanaqa bo'lishini. Endi Allohim hammamizga albatta aql farosat bergan. Mana shu men sizlarga o'rgatgan, mana shu aytganlarim to'liq bajarsanglar, koronavirusdan, hozirgi virusdan eson omon chiqib ketasizlar degan umiddaman. Demak, harakat, to'g'ri ovqatlanish, suv, perks, soda va nima deydi, to'g'ri nafas va esingizdan chiqmasin, xren ildizi sizga doim malham bo'ladi. Xren ildizi hamma viruslarni o'ldirishiga men ishonaman. Albatta yo'tal bo'ladigan bo'lsa, bilasizlar, haligi aytganimdek sirop salotki deydi, ya'ni qizil miya ildizini ichishni, 1 stakan suvga 1-2 qoshiqdan solib ichishni unutmang. Salomat bo'ling.